Erga tekkandan keyin nimalar o'zgaradi? O'zatiga 2 xonali dongda tursang ham qaynanang senga har kuni ish topib beradilar, ko'z tegmasin. Endi bemaza ovqatlarni ham maqtab yeyishga majbursan, chunki uni o'zing pishirgansan. Sen bu uyda chin ko'ngildan yomon ko'rgan odamingga kulib qarashi va kundoshdan battar qaynisingni, qayni opalaringni yaxshi joyga kelin bo'lib ketishini duo qilib so'rashni o'rganasan. Uyingni sog'inasan, Yunusobodni sog'inasan. Bu yog'iga kosmetikalar bilan sekin xayrlashib, oshxona buyumlari bilan tanishasan. O'rtolaringga istoriyalarida qanaqa baxtliligingni, qanaqa maza qilib yashayotganingni ko'rsatasan. Lekin o'zingdan o'tganini o'zing bilasan, sho'ring qurg'ur. Yigitlar armiyaga borsa, sen uchun mana shu armiya. Faqat bu armiya bitta tug'guninggacha davom etadi. Ering kelishini intizorlik bilan bo'yanib, o'zingga qarab kutasan va u yarim kechasi keladi. Sen yugurib borib eshikni ochasan va u bo'zrayib sana oldingdan o'tib ketadi. Dunyo seni tog'ang emas yoki amakivachchang emas. Doim qarab ko'nglingga nimaydi, otang yoki onang emas.